O'zbekiston bilan Koreyadagi 30 yillik sinfdoshlar o'tirishi qanday bo'lishiga qiziqayotgan bo'lsangiz, shu videoni ko'ring. Bugun Karis qaynonamdan karischa sinfdoshlar o'tirish versiyasi. 54 yoshga kirgan bu sinfdoshlar hech ham qariga o'xshamaydi, nima deysizlar? Bu salomlar esa narana obunachilariga deb video olishibdi. Qarochi hammalari yig'ilishib, it o'lgan joyga borib, maza qilib baliq yeyishibdi. Bu stolga qarasangiz, ovqatiga qaraganda salatlari juda ham ko'p ekan. Men bo'lsa 8 yildan beri sinfdoshlar o'tirishiga bora olmayotgan bir paytimda Karis qaynonamni qilayotgan ishini qaranglar. Eng katta do'stim Karis qaynonam bo'lsa ham, eng katta dushmanim ham Karis qaynonam shekilli. Voy, mana balig'i qaranglar. Eng pivani ko'rsatishga balo bormi? Kamerani ovqatga qaytaring, bo'larkan-ku, uy balig'i. Eng suvchuni ko'rsatishga balo bormi? Menimcha qaynonam telefonda kamerasini yoqqanda qo'llari qaltirasilar kerak. Bu videolarni ko'rib meni ko'zim ham qaltirab ketyapti. Voy, mana manzarani qaranglar. Men bilan sovib borganda maza qilib o'ynagan bo'lardik. Itvachamiz mana shu maydonchada maza qilib yugurib yurgan bo'lardi. Lekin qoyil qaynonamning sinfdoshlari haligacha yosh va chiroyli ko'rinar ekan. Mana ayolning shirinligini qaranglar. Shunaqa qilib ovqatdan keyin shopping qilgani, shoppingdan keyin kofe ichgani, shunaqa kafega kelishibdi. Qaynonam nimaga shu videoga olganda bu xotinni uyaltirib peshonasini tagiga kebab qo'y. Karis qaynonam aytishi bo'yicha sinfdoshlarining ichidagi eng semiz o'zlari ekan. Shuning uchun sinfdoshlari ozgina deb ustidan kulibdi ekanmish. Har kuni pivo ichganingizdan keyin siz semirmasdan men semiramanmi desam, bu gapimga ham arazlab qoldilar. Aytgancha mashi soch kalta ayol qaynonamning eng yaqin dugonasi. Sovuni qanday emizishimni ham masha ayol o'zlari menga o'rgatganlar. Qaynonamga dumboqqina, yumshoqqina deb o'rtasiga o'tirg'izib qo'yganini qaranglar. Bechora qaynonamga nafas yetishmayotgani shuni yuzidan bilinib turibdi.